Assalamu alaykum İngiliz. Bugün şu iftixar meselesining ikkinchi qismini ishlatay. Bugün bir fursat chiqibdi. Ma u yangi telefon, ma mikrofon ila olgan. Chunki ovoz bek yaxshi emas deb. Mushuni sinab boqayli bugun. Mumkin telefonda, mumkin ma kompyuterda tang ilib birisini Facebook'a yo'lsam, birisini YouTube'a yo'lsam. Ondan sonra devamını bir sözlay. Şu aldın qatam onun qanda barlıq kelişi iftixar iyinin. Onun dikeliki pilta vaqası qatarlan sözlegen. Əmdə devamını sözlay. Ma 5-ci məzmunda ictimai taratqu və yer şərini təşviq qilish davridagi iftixar. Ma tapqan məzmunun oxub bermə, onundakı özümün düşüncəm deyimə. Bunu mənim əmdə kanallarımın asasi mahiyeti şu naq maydanda sözləş. Tayyorlanım qilmaz, amma şu bütün öyrəngan narsa, egəlgən bilim, şu atam şu turmuş arqılıq turmuşda kirgan təcrübə sınaqlar asasən, bilimlərə asasən naq maydanda sözləş. Asas qılındı. Şuna yerlik tilda yoki musu boshlananligi tanqidlashi bo'yicha aytqanchada og'zim kelgan jo'l olma. Ama burun degandek hayot vaqtimizni jo'l olaylik. Ondan sonra ijtimoiy taratqu va yer sharini tashviq qilish davridagi iftixor 2020-yillar raqamli faxrlanish Covid degim yo'q, Xitoy virusi tarqalishdan zukam qardan nurg'un faxrlanish hodisalari mavhum bo'lib, iftixorlanish hodisalari mavhum bo'lib Dünya miqyosida ilgari mumkin bo'lmagan usullardan ishtirok qildi dedi. Raqamlik iftixor dunyoning har qaysi joylariga kishilarni jalb qilishdagi bir yo'l sifatida davomlashdi. Bo'libmi LGBTQning huquqi yanada cheklangan davlatda. Davomliq yamrayotdi demoqchi endi. Yoshlar yetakchiligidagi harakatlar. Bo'libmi yoshlar bakrak, mengisi burumlangan shu iftixor ening aloqi ta'siriga bakrak uchratgan shu yosh bolalarimiz. Şuna man bir tekrar ettim, bo'ldi. Yosh bolalar deyishga sabab shu. Cho'nglar bizlarga yeyish uchun turmushni ko'rgan, jonni ko'rgan, tarbiya, men burungi tarbiyalarni yaxshilab qarayman. Shu tarbiyalar sababidan shu ideyasi mustahkam bo'lganlarning, cho'nglarning ideyasini unda asan o'zgartish asan emas. O'zgartirib bo'lmaydi asan. Shunga undaligi bunda aldamchilarga nimish aldamchi degan misol bunday mushtaqligi iqimlarga osonlikcha tanib qolmaydi. Shunga yoshlar yetakchiligida deganini aytib to'g'ramaydi. Yoshlar yetakchiligidagi harakatlar. Gen Z va yosh buni inglizning Gen Z degandek millennial degandek narsalar so'zdan birosi aptu. Bu degani men uqmaydim. Biz 80-90 bolalar deydik, bular ashnaga ism qo'yibdi. 80dan keyin tug'ilganlar millennial bizdeklar. Biz 90-lardagi Gen Z deydigan. Yosh va yoshlar LGBTQ huquq harakatida kunsiri jonlanib, mana yoshlar kunsiri jonlanib, ro'y sog'lomlikni qo'llash. Dünya miqyosida LGBTQ kimligini jinoyatsizlashtirish va huquqini tashabbus qildi dedi. Ro'y sog'lomligini qo'llash. Buningga gap qilsam bo'lmaydi mencha. Bu ro'y sog'lomlikka kiramdi. Mana savol naq maydonda ism kalam keldi. Buni ro'y sog'lomlik desak bo'lamdi. Amerikadagi maoshash mushu iqimga qarshi turgan ota-onalar buni ro'yal sog'lom deb qaramaydi. Buni ro'yal kasallik deb qaraydi. Mental illness. Bu ro'yal kasallik deb qaraydi chunki bu almasaqdan bu ish hamda xatoda hamda ayol bilan bilan er bo'g'isi yo'q ayol bo'lgan, ayol bo'lsa er bo'lgan qalaymi qanchaq bu normal emas. Ham normal bo'lmagan shu idisi burumilib ketgan bu kishilar inglizda mental illness deydi hamda bu ro'yosa. Buni hamda shu
Muşu iftixar eqimining ziyonkashga uchragan bu yoshlar bu namda ro'yi sog'lomlik deb qaraydi ekan, uni qo'llash. Ro'yi jihatlik sog'lom yoki buni yana bir degan joyda mushu iftixor iyining barliq kelishi, uning yamrab ketishi, yoshlarning qo'llab-quvvatlab shu yo'llarda mengib ketishi, uningdagi cho'nglarning bularga qarshi turishi, hamda bu orqali bu qarshiliklar uchraganki bu ro'yi jihatdan ularga bisim bo'ldi, ta'sir bo'ldi. Shunga shu jihatdagi ro'yi sog'lomlikni qo'llash deb olgan bo'lishi mumkin. Men qistirib o'zimni tushuncha deb qo'ydim. Lekin hamda mening birinchi ko'z qarashimdagi ma'lumotlar tushunchamdagi bu ro'yi sog'lomlikni qo'llash mencha bo'lsa bu ro'yi sog'lomlik emas. Ro'yi kasallik. Uningdan hamda mushu ro'yi jihatdan zarb uchrab ketgan mushu LGBTQ kishilarning o'zining ro'yi sog'lomligini qo'llash desak, o'chada to'g'ri bo'ldi. Ular o'zininkini qo'llaydi-da, o'zining ro'yi jihatga sog'lomligini bak bezim ushrab ketdi. Bunun qatta yana muhim bir ish bor, bu mushta xato ish kelgan joyda uchraydi odam, tanqidlarga uchraydi, jamiyatning, ota-onalarning, shu atrofdagi kishilarning tanqidiga uchraydi, tanqidga uchrasa, odatda shu ro'yi sog'lomligi kechiringlar, ro'yi bisim bo'ldi. Shunga mencha o'sa buni to'g'ri tushunamiz. Xalqlarning tanqidiga uchragan joyda yo'lsiz bilan tanqidiga uchragan joyda biz haqiqatan ro'yi bisim uchraymiz. Ammo agar bu qilayotgan qarorlarimizning, qilmishlarimizning xato bo'lib, unga tanqidga uchragan vaqtimizda biz shu xafa bo'lishdan boshqalar bizni tanqidlab ketdi, nima qard men bilan degan yomonlashdan boshqa o'zimizning shu o'ngishsaq tanqidga uchraymiz deganni bularlikqa sal qaraydi. Biz tanqidga uchraymiz haqiqatan, uningdan mustasno emas. Lekin qancha tanqidga uchrashni ozod qilib bo'ladi, o'zimizni boshlash kerak. Chunki siz xalqning og'zini mangu yumolmaysizda, jamiyatning og'zini yumolmaysiz, dunyoning og'zini yumolmaymiz. Xalqni o'zgartirmaymiz, hammamiz o'zimizni huquq bor deb o'zimizni ishni tushuntiramiz. Ammo mushta davomli xalqning tanqidga uchramagan joyda qanday qilamiz degan joyda o'zimizni bir o'shash kerak. Xalqni o'zgartirmaymiz, o'zimizni o'zgartirmaymiz. Ammo shu o'ylab boqaylik, masalan, xalqlarni bika tanqidlamaydi ba'zi joylarda o'ylab boqsak, balki men shu ba'zi qilmishlarim xato bo'lib qolg'achqa, men xalqlarga chidamay gap qilay desak bo'ldi. Masalan, cho'nglarning tanqidlari, jamiyatning tanqidlari, boshqaligi, odatdagi odamlarning tanqidlari chidamaslik bo'lsin, ko'ramaslik bo'lsin, bu tanqidlarda uni biz raddiya beralaymiz, ham nim qilalaymiz, ham uni tushunalaymiz. Ularning ko'pincha hargizmi ko'ngil bilib tanqidlamaydi. Ammo uydagilarning, cho'nglarning tanqidlari u cho'qqim shu ko'ngil bilganlikdan, ansirganlikdan chiqadi. Bo'ladi, tanqidlaydi. Shunga endi biz mushu har xil tanqidlarga uchraganchada bu haqlarni ko'rayotmay o'ylab boqib, o'zimizda tutilib, balki mening mushu ba'zi qilmishlarim, xato tanlashlarim mushunchalik tanqidlarga uchrashimga sabab bo'ldi deganni o'ylashimiz kerak. Ham mushuni bolalarga o'rgatishimiz kerak. O'zimizni bir tekshirib beqishimiz kerak. Andan tanqidlar tamamen azıydı, onun aldına ağıl buldu. Hatta mushu o'zgarish jarayonida o'zimizni tashabbuskorlik bilan xato qilganligimizni e'tirof qila olgan vaqtimizda boshqalarning tanqidlari taqdirlashga, maqtashga, madilashga o'zgaraydi, cho'nglarni xotirjam bo'ladi. Shu mushni o'zimiz tashkil qilish kerak, o'zimizga mushu jihatda diqqat qilishimiz kerak. Endi mushlarning mush jihatdagi ketib qo'ygan yermi shu. Kechiringlar, ma'va, sal quruq. Şuna bularning ketkizib qo'ygan bir yeri shu ashtaqilqi. Bütün shu mening huquqimda deblam, mening obro'yim, mening nimam deblam nim qilib o'zining xatolik o'tkazish mumkinligiga bog'liqini sal qarab o'zining ko'maydigancha ko'maydi haqiqatan. Shuna bu mu hamda o'zining davomli xato ko'z qarashlari, davomli xato qilmishlariga sababchi bo'ldi, turtki bo'ldi. Muşta kurashlar davomlashayotgan kurash, qarshilik yaqin yillarda bo'lib, mutasib harakatlarning
ta'sirida LGBTQ huquqi bo'lib jins o'zgarguchi huquqqa qarshi turish kuchi oshdi. Nurg'un shtatlar qo'g'dashni keyinga surish tirishchanligi bor. Kechiringlar. Bo'libmi jins o'zgartgan yoshlar va sog'liqni saqlashga munosabatlik. Shunga faxrlanish iyi va iftixor iyi ham g'alabini tabriklash shundaqla barobarlik kechiringlar barobarlik va adolat uchun ilib berilgan kurashlarni aslatish rolini o'ynaydi. Ammo tarjimada Google'ning tarjimasi bevosita tarjima qilgan uni shu takrorlash to'g'ri keldi. Xulosa iftixor iyi tosh abida qo'zg'algan Astonwall-ligi qahvaxona qo'zg'algandan keyingi namoyish va siyosiy bayondan LGBTQ kimligi va huquqini dunyo miqyosida tabrlashga aylandi. Yuqori degandek bu oldingi mazmunlarning xulosasiga uning ahamiyati texmi cho'ng bo'lgan ko'rinish va qabul qilishni o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, iftixorning yildizi aktivlik, qarshilik va barobarlik kirishi yanada markazda saqlab keldi. Bugungi kunda iftixorlikni iftixor iqimini tabriklash, o'ylanish va davomlashayotgan tashviqot vaqti, chunki LGBTQ jamiyati to'liq barobarlik ko'rishiga ilgirlash va o'ng'islarni boshdan kechirdi. Mushlar shu ashlarning bir bahonalarda mushda o'zi keltirib chiqargan vaqalarni ba'zi ish qilib gaplar jiq tuz chiq gaplarni biz shu o'ylanib qanaqs desak bo'ldi. Federativ hukumat 1999-yili Prezident Bill Clintonning 6-oyini hamjinslar va lesbiyanlar iftixori deb jakarlagan. Ayni tunji qatim e'tirof qildi. Shular 99-yili shu Bill Clinton boshlabdi-da, shuni e'tirof qilib 2009-yili Obama degan adash 6-oyni iftixorini rasmiy e'lon qildi. Onun burun bu jakarlab e'tirof qildi. Undan keyin e'lon qildi demakchi bularning g'albisida hamdi. Undan bu Obama degan prezident e'lon qilib shunda bekitgan gap endi. 2021-yil 6-oyning 1-kuni prezident Joe Biden 6-oydagi iftixorlik ayini e'lon qildi. Buni e'lon qilib, undan keyin bu Joe Bidenning davridagi bu 4 yillik davrda bu shundaqlik klassik ko'rgan bo'lgan bu Oqsaroyni bular rangarang qilib shunchalik satlashtirdi-da. Qalaymagan abjash halabda. Ondan keyin bu haqiqatan bu Raurus 6-oyligi haqiqiy e'lon bekitilgandan keyin kengash ahvoli va doirasiga ko'ra baqli. Bekitilgandan keyin bugungi kundagi yomon ta'sirlari faxrlanish odatda LGBTQ slaydi va huquqini tabriklash bali deb qaralsa-mu, ammo uning ta'siriga qarata tanqid va andishlar bor edi. Aniqla. Bu tanqidlar LGBTQ+ mahallasining ichi va sirtdagi o'xshamagan manbalardan kelgan bo'lib, tuandikilarni o'z ichiga oldi. Tovarlashtirish va asan-yusanni yuyish. Korxona ekspeditsiyasi. Yaqin yillarda faxrlanish idagi eng ko'p uchraydigan tanqidlarning biri bu faoliyatning tovarlashishi. Pul, har qanday ish pulga taqishdi, pul. Pul bo'lsa jangalda sho'rpa degan shu bizning maqol tamsil shu shunda eslida rost shu dashat shunda bu. Asosiy shirkatlar 6-oyda Asan-Yusan bayrog'i yoki LGBTQ faxrlanishdan boshqa simvollarni setish strategiyasining bir qismi sifatida ishlatadi. Pul kelganchada ishlatadi. Qanday bo'lmasa nurg'unlagan faoliyatchilar va mahalla a'zolari buning Asan-Yusanni yuyish kelgan jamiyatni haqiqiy qo'llamay turib LGBTQ belgisidan foyda olgan shirkatlarni o'z ichiga oldigani o'tirib qo'ydi dedi. Bu shirkatlar Asan-Yusan belgisini ko'rsatish yoki yordam berguvchilar faoliyatini ko'rsatishi mumkin, ammo ularning iftixor enining sifatidagi
LGBTQ+ huquqiga va bergan va'dasi yuzaga va mavjud bo'lmasligi mumkin. Haqiqiy qo'llash kamchilaydi. İftixar mezgildagi faxrlik faoliyatlarni qo'llaydigan yoki LGBTQ+ tasvir ishlatadigan nurg'un shirkatlarning o'z ichiga olgan xizmat o'rni siyosati bo'lmasligi mumkin yoki ular LGBTQ+ ga yil bo'yi tökme qo'shmasligi mumkin. Yillik tökme pulnamdagi faoliyatchilar bu korxonalarning faxrlanish uchun setishdan boshqa ishlarni qilishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Ular siyosat o'zgartishni tashabbus qilishi, LGBTQ xayriya sohalar organlariga tökme qo'shishi va jamiyatga akmal tökme ko'rsatish kerak. Kerakmi yoki uning oldini olish kerakmi? Bu qo'llaydigan bularning qo'llashdagi sababi asosliqligi yağanlıq pulni deb qo'llabdi, qo'llash yetarlik emaskan. Chunki bular pulni deb qo'llab, narsani setish, bu iqimni keng ko'lamda tovarlashtirish orqali jamiyatga yuzlantirish, chunki bu bir xil tashviqot hamda shularning iftixorini tashviqot qilishchi. Bu bir jarayonda albatta qarshilik uchragan chog'da bular to'xtaydi, chunki jamiyatning qarshilik uchrasa bu tovarning abro'yiga ta'sir qilgan gap. Shular bu LGBTQ+ kishilar bularga yetarlik emas debmindi. Uningki xizmat o'rinlarida ularning shu LGBTQ+ kimligiga asosan kimligiga qarta bularga ayrim muomala qilish, yaxshi xizmatlar bermaslik, yillik mukofot deganlar qurq qilish degandek ishlar kelganchida bular haqiqatan fikir chiqadi albatta. Asosliq iqin, boy va oq hikoyalarga diqqat qiling dedi. Bundan gap endi oq degani shu oqdan aytmoqchimi? Chetga qiqilgan ovozlarni chetga qiqish, mag'rur vaqalar, iftixor vaqalar, haddidan ziyoda tovarlashganligi va asosiy iqin markazlashgan tarqatiladi. Albatta, pul kelganchada bular nima qilib pulliqi kirim kirganchada yordam qilib, kirim kirmaganchada o'shani qilar deb yuzini o'rib olsa, bu LGBTQ+ kishilarning haqiqatan fikr qildimdi, ular tanqidlaydi albatta. Amir nima desa, ko'pincha aqtallik o'ttir burjuaziya degan gap. LGBTQ+ hikoyalari, LGBTQ+ jamiyati ichidagi rangdor, jins o'zgartirishi va boshqa chatqa qilgan guruhlarning kurashini bartaraf qildi. Masalan, qartayliklar, yerlik kishilar va rangdor kishilar. Ma tarjima emas, mening gaplarim emas, ma tarjima qilyapman. LGBTQ kishilar asosiy aqimdagi faxrlanish namoyishda o'zini vakilsiz yoki chekli qiqilganligini his qilish mumkin. Bu yerda chunki qiqildilar. Bu yerda korxonalar qo'llovchilar hukmronlik qildi. Har qanday ishning har qanday yerning oqidagi cho'ng qo'llovchilar hukmronlik qildi albatta. Men mablag' solman, men deganni qilsa. Muhim nuqta irqiy adolat va huquqini talashish qatorliq masalalarni yaratish mumkin edi. Talantliq va holrang yuyish faoliyatlari korxonaning qo'llash yuqori hamjurtlik iftixorlik faoliyatlariga bo'lgan diqqatni kunsir kuchaytirdi. Iftixorning ishchilar sinfi va alohida imtiyozga ega LGBTQ+ kishilarga LGBTQ+ kishilar erishilmasligidan andish qildi. Men degandek boylik xizmat jihatiga adolatsiz deymiz muomala, adolatsiz muomala xizmati uchun yaxshi nimalarga erishamaslik, mukofotlarga erishamaslik, chunki o'zingizga iftixor rangarang iftixor kimligi sababidan ba'zi faoliyatchilar faxrlanishning iftixorlikning LGBTQ+ jamiyatining ko'p xilligi yoki o'z
o'zaro kesilini to'liq shifalab berilmagan oqartilgan faoliyatga aylangan. Bu shu har xillik jadal majro ekan, shu ikki tarafdagi shu iftixor eydigini qo'llaydiganlar va qo'llamaydiganlar o'rtasidagi jadal majroda orqaga chekinish xavfi ishib ketdi dedi. Mana mushta ishlarni Obama o'xshash odamlar qo'llab berib, yo'l ichib berib, ularga sharoit yaratib berib, ikki tarafning so'qishib o'bu qilishni mushtalar dramalarni keltirib berib, qanday qildi sanlar bizdek o'ttira va kambag'al kishilarning turmushiga texim ortiqcha bo'lgan asqatmaydiganligi dramalarga jadal majroga to'shqis bergashga bizning irqirg'anchilik izlash haqiqiy tirnoq to'xtaydigan haqiqiy manfaatimizga asqatadigan mushtaliq muhim ishlar kelganchada bizning vaqtimiz zolimiz yo'qda. Shunga hukumat qilib oldi. Men birinchi video degandek biz ularning chippagan usuliga tepaga usul uchun o'ynab birmiz. Asqatmaydigan bundaligi nimalar bilan. Shunga Amerikaniki mushu bo'atgan ahvol shu. Dunyoga kengib ketgan mush iftixorliq eydik iqimiga cho'nqur ta'sir ushib ketgan bu kishilar his qilmaydi. Chunki bularning kallasi boshqa yoqqa burilib ketgan. Bularning huquqimni qo'g'dayman deb ahmas huquqini qo'g'dayib haqiqiy huquqlardan qo'rqayotganligini his qilmaydi qat'iylar. Kimligi o'zgarib ketayotgan chog'da jamiyat meni qabul qilsin degandek chiqib gaplarni shu o'ylab demasak ba'zi gaplarimni eshib ketishini qo'rqayman. Ortiqchalik og'ziga kelgan jo'laydi-ku degandeklar tanqidlarga uchrab ko'rdinglar azob ketmasin yana. Shunga gaplarni shu diqqat qilmasak bo'lmaydi. Bu erkin so'zlash huquqimiz 100% emas. Amerikada men shaxsiy ko'z qarashim. Amerika yurtimizda 10-20% damdoq 30-40 onu da az bo'lishi mumkin bugungi kunlarda. Amerikadagi birinchi huquq, birinchi davlatlik xalqaroliq huquq, davlatlik huquqiy, davlat nizomidagi huquqiy institution. Birinchisi shu erkin so'zlash huquqida. Bularning mening ko'z qarashimda 60-70 miki. Mumkin bakkaligi dahshat qo'zg'ab kelsa 80 chiqadi, bo'lmay qolsa yo'q. Xuddi bu ochiq oshkora boshqa ishlar bo'lgan ekan. Bir ish esimga kelib qoldi. Shu AI barliq kelgandan keyin shu ko'pchilik diqqat qildilarmi? Xat yozganchada shu keyboardning ancha-muncha kontrolligi bor. Qistirma gap. Mushumi bizning erkin so'zlash nimamizning cheklimizda, qo'yilgan cheklimida mushumi. Onunkin dedi ba'zilarning ko'z qarashicha orqaga chekinish xavfi ishib ketdi dedi. Hamda bunda bo'lsa mush qartum zarbaga harakatlantirish kuch berdi hamda. LGBTQ+ qaytarma zarba dedi. İftixorlanish texmi ko'rinarlik va asosiy eqinga aylanganligi uchun mutaassib va diniy guruhlarning noroziligi ko'p ko'rinarlik oshdi. Ba'zilarning qarishicha faxrlanishning keng ko'lamda qabul qilinishi qutblashishni kuchaytirgan. Albatta qutblashish esa bu jidal masala ko'paydi, kishilar birlik kelmaydi, birlikni buzdi. LGBTQ+ga qarshi so'zlar texmi kuchayib, siyosiy jihatda texmi jonlangan bo'libmi Amerikadagi ba'zi shtatlarda bu siyosiy va madaniyat jihatdagi ixtilofning kuchayishini keltirib chiqargan. Ba'zi jihatdagi iftiqorlanish voqealari balkim jalb qilishi mumkin. LGBTQ+ga qarshi guruhlarning namoyishi va zo'ravonligi siyosiy qatorliqlar. Shu Google tarjimasi yo'q, mishda uzun maqol tarjima qilganchada haqiqatan azroq cheklimasi borga, takrir jihatda mushun o'ngishimiz saqmaydi ekan.
xatolik bek azroq bor ekan. Undan keyin bo'libmi shularga kechiringlar yana bir qistirib qo'yay. Chunki unutib qolsam salda unutib qolishim mumkin. Ananing kalasida minglagan narsalar. Shu demoqchi o'g'lim shularga kichkina tavsiya, hamda samimiy tavsiya. Shu Google tarjimasidagi xodimlar shu ingliz bilan uyg'urcha kelganchada bo'liqi ikki taraf qadlatlanlik oldi keyinlik tartibsizlik undan keyin nurg'un so'zliklarning tarjima qilinmasligi ba'zi xatarchan tarjimalar kelganchada shu yaxshilangan bo'lsa samimiy tavsiya shu mana ma tarjimada mush xatlarning ingliz bilan uyg'urcha kelganchada chekitlarning oldi keyinlik tartibi tartib xato to'g'ri emas. Kechiringlar. Zo'ravonlik. Siyosiy qutblashish, mag'rurlik, texmi keng iftixorlik mamda o'zgartotma, chunki har xil variant tarjimalarligi iftixorlik deb muqim emas. Chunki shu mazmun qarda tarjima qilgandan keyin buni to'g'ri tushunamiz. İftixorlik texmi keng siyosiy munozaralarning yorqin nuqtasiga aylanadi. Albatta. Masalan, yaqin yillardan buyon jins o'zgartirishlarga qarshi turish qonunining bosh ko'tarishi, masalan, jinsni tasdiqlash va parvarish va yoshlar harakatiga qatnashishni cheklaydigan qonun loyihasi iftixorlikni tabriklash faoliyati bilan o'zaro garalashib, LGBTQ+ jamiyati ichida ko'rinarli jamiyati ichida ko'payishga qanday javob berish to'g'risida qiyin paranglarni keltirib chiqardi dedim. Dushmanlik bu paydani tabriklashga ahamiyat berganlarning va faxrlanishning iftixorlashning davomlashgan adolatsizlikka qarshi namoyish bo'lish qatorliq kerakligiga his qilguvchilar namoyish bo'lish kerakligini his qilguvchilar orasida bo'linish paydo qildi. İmla xatoligi va birmuncha mazmun xatoligi, ammo buni tushuntirganchada bunda dedi shu. Bu jidal majra qutblar o'rtasidagi yuz berayotgan jidal majralar shu qutbni texmi cho'ngaytib bo'linishni keltirib chiqardi, birlik azib. Bu shu Bayden qonundan keyin 4 yil Baydenning prezidentligida yuz bergan ishlar texmi kuchib. Shunga mening chidayolmay bu faxrliklar bu iqimning ta'siriga men sal qarmayman. Shunga chidayolmay shu mazmun o'ylanish tegishli mazmun deb o'tirib qo'yishim sababim shu. Bu 4 yil baxlumatdan o'tib ketgan 4 yil Amerikada biz mush ishlardan diqqat qilsak atugin bu bolalarimizni ta'siri kuchayib ketsa biz xalqimizni qutqazamagan vaqtlarda chet elda o'zimizning kimligida bo'lsa-mu qo'ldamaydigan holga tushib qolmasligimiz uchun mushun cho'qim o'tirib qo'yay deb o'yladim men. Kimlikni tovarlashtirish, radikal manbaning yo'qolishi bu o'xshash kamdi. Ortiq o'qimay, vaqtlarni zaqmay. Kurashlarga xato taraflar, to'g'ri taraflar bilan o'tirib bu Amerika 4 yil jarayonida o'yin tomoshalarni kutib, hukumatning kontrolligidagi nurg'un o'zining manfaatini qilib ketishlari xalqning qaymoq turib ketgandan keyin biz hukumatning nima ish qilayotganligini uqmaydi Amerikaliklar. Mana bu shu nimadagi siyosatchilarning o'yinda mana shu. Amerikaliklar toza usulanib bunga. Shular chin turganlar bo'la qarshi turibdi, hukumatning nachar chirqishib ketishga qarshi turamdi. Aldirash, adam aldirash, qanda yuqori ko'tarib qandaligi rivojlandi bunda ahmas taqattuqa ishlar bilan aldirash bo'lsa. Uy makansizlik shundan va uy makansiz miyada bir tarafaga o'xshash jinslarga barobarligi
cinsliklarning barobarligi qatorliqlarni markazlashi mumkin. Shuning bilan bir vaqtda LGBTQ+ yoshlar orasidagi uy makansizlik, jins o'zgartirishlarning saqlash firsiga erishish yoki LGBTQ duch kelgan kurash qatorliq ko'p talash tortishliq masalalarni tuanga tushirish tarqalmagan davlatlardagi kishilar men o'qidim bu haqiqatan takrorlashga mühim takrorlash kerak hamda Google tarjimasini. Men to'g'risini takrorlab bo'lamdim. Uningni takrorlab, uningni ilaqi ko'z qarashimni desam bo'ladi, lekin buni o'g'irmish vaqtida deganman. Unda bu esil mazmun. Buni takrorlab qilgan vaqtim yo'q. Hamda takrorlamay turib, mushta bevosita desam, ma'lumotli xatoliklarni Google tarjimamizga xatoliklarni o'tirib qo'ydim deb qarayman. Mushning g'amni samimiy fikrim shu ana tilimizning xizmatini qilayotganlar mushu Google tarjimasining xizmatlarni texnik yaxshilasak deb qarayman. Yaxshilaylik. Buni ahsanlik deb o'ylamanglar. Samimiy o'tirib qo'ydim. Onunki ma'lumotli uy makansizlik deganchada men bir ish esim kelib qoldi. Chalonning bir qizi o'zini lesbian deb undan ayollarni yaxshi ko'rgan qilib o'zining kimligini lesbianlik hamjins kimligini e'tirof qilgandan keyin bu chalon ataballiqligi munosabatini kechib balasiga hech qanday bir pon varislik huquqini o'zing mol mulkiga mirosligini ilib tashlab bu qizni. Shular qizni chiqarayotgan gap o'zing turmush kechir deb. Shular bu qiz o'g'il olchasi yuradigan bu qiz do'sti bor. Muhabbat qilgan qiz do'sti bor. Chet ellik qiz do'sti bilan uy makas qilgan gap. Uy makas qilgan bu hamda tatisining nomini ishlatib men chalonning balasi qizi mushta o'zimning mushu iftixorliq kimligimni e'tirof qilmay dadam meni o'z makas qildi, o'z chiqib o'z qoldim deb aşağı ishlagan bir nimalar bor ekan. Onki buning qartam jamiyatdagilar har xil ko'z qarashlari o'tirib qo'yibdi. Men o'tirib qo'yamdi. Esim kelib qoldi, o'y makaslik degan so'zni ko'rganchimda. Birinchidan chalon apandim u chalonning men bir xabar ko'rgan uyg'urlar bir munchadan qilibdi deb. Uningga rahmat, ammo mushu o'zingizning balasiga kelganchada sizning tarbiyang nacharroq qilibdi. Bu qizingni andab qilishi butunlay mushu jamiyatniki nachar iqimi, maktablarning nachar iqimi degandeklardan boshqa birinchi bo'lib sen atani bo'g'ichi. Sen yaxshi baxmay, yaxshi tarbiyalamay mushkul qilgan gap. Kino ishlayman sizning Xitoy nimangni gumpan dunyoni ko'rish tuntuma deb kino ishlab bola tarbiyalagan vaqtdan chiqmag'achqa balang mushu qilamagan nimalarga uchrab mushkul qilgan. Shunga balamni chiqartib u qilib degan bilan sen asosiy mening qarshimda shu chalonning o'zi asosiy sabab shu qizning ashab qilishi. Shunga ata mening ta'kidlaydiganim hammasi mening shaxsiy ko'z qarashim. Mening ta'kidlaydiganim shu otaning tarbiyasiga biz qat'iy sal qarsak bo'lmaydi. Isloh xalqim qat'iy bo'lmaydi. Biz atani bo'g'ichilar bolalarning birinchi o'qituvchisi. Biz borliqi ularning. Bizning ata mush bolalarimizning tarbiyasiga bolalarimiz kelganchida vaqtimizda to'liq chiqamsak mushta maktabning jamiyatning mushta nachar yaqinlariga agishib ketadi. Albatta shunda u apam bach manga yarlik bo'lmasam bu bizlarga kichik qancha yosh bo'lsak shuncha diqqatga ehtiyojli. Ota-onadan jig'amagan diqqatni biz amal yo'q, nerdan topamiz? Sirtdan topamiz. Maktabdan, jamiyatdan, atrofdagi kishilar xo'shxo'lim, do'st, ahmaydan, ashlan topilgan gap. Ammo u shu maktab, jamiyat mushlarning to'g'ri xatoligi, to'g'ri xatoligi, bexatarligiga kim kapolat qiladi? Ota-onalar kapolat qilmaydi. Siz o'zgartirmaysiz dunyoni. Dunyoni kontrol qilmaysiz.
ba'zi bir shu oshko'z evil deymiz, rahimsiz shaxsiyatchi qapoq boylardan boshqa dunyoni boshqaratgan. Biz u bular boshqarolmaymiz dunyoni, o'zgartirmaymiz. Bexatarligi kapolat, bexatar emasmi bilmaymiz, kapolat qilolmaymiz. Shunga biz bo'lmaganki bolalarimiz nimani ko'rsa, nimani anglasa shunga bo'lib ketgan gap. Shunga akishib ketgan gap. Shunga mushu mazmun bak diqqat qilaylik, mushu nuqtaga bak diqqat qilaylik biz. Xudoyim bilsin, men mushu balam cho'ng bo'lsa, balamni deydigan tarbiyalam shu eng muhim tarbiyamning biri, muhim tarbiyalarimning biri. Balaga beraladigan shu diqqat e'tiborligi, sabr taqat mushu vaqt deganning hammani hozirlay oladigan fursat bo'lganda, undan keyin bolalarni o'ylash kerak deb nim qilma, tarbiya qilma. Sizlarga jismoniy jihatdan, ma'naviy jihatdan, iqtisod jihatdan tayyorlik bitmasa, bolalarimizga bola ammanglar deb o'rgatishimiz kerak. Chunki bu bola tarbiyasi degan intayin shu ulug' bir tarbiya. Biz qat'iy shu diqqat qilmizda tarbiyalarimiz, tayyorligimiz yeroz bitmagan chog'da, bitgandan keyin undan keyin bola ilib nim qilmasak, bolaning keyingi avlodlar yaxshi olmaydi. Shunga mushu bugungi dunyodagi ota-onalik majburiyatlarligi nachar cho'ng o'g'illar yaxshi tarbiya ko'rmaganlar nachar tarbiyalaydi. Shuna nachar ota-onalik keyingi avlodlarga ma'lumotli varis bo'ldi degan gap. Shunga mening mushu gaplarimni anglasanglar, esil degan gapni qo'shishim sabab shu. Esil axloqimizni avlodlarga qoldirishimiz kerak, esil ota-onalik burchimizni avlodlarga qoldirishimiz kerak. Bo'lmay qolsa yo'qimsa mushtaq mazmunlarni ishlab, ancha-muncha kishilarning ko'zini uyg'otib, yaxshi, texnik yaxshi tarbiyalarni nim qilsak, yaxshi ota-ona tarbiyasi avloddan avlod qolsa, millat uningdan o'zgaraydi, pokizlashadi, ideya jihatdan yuraklar pokizlashadi, ideyasi mengisi pokizlandi, yaxshi bo'lmangdi. Hamda qoladi Uyg'ur degan qoladi. Men mukammal emas, mushu iqtisod jihatdan nim qilgan bo'lsam, shuni biloldim-da mushu jihatdan. Ammo mening ish qilib kechikib to'y qilib, kechikib ilm qildim. 35 yoshda aran oldim bolani. Shunga mening ideya jihatdan yaxshilab qarayman. Shunga bolamni ish qilib yaxshi tarbiyalayman. Ammo iqtisod jihatdan yaxshi emasdi. Sal qiynaldim. Am balamga o'rgatgan yerim shuda, shundaq Xpas azob, Xpas tajribamda balam deydigan tarbiyalarim bor, tarbiyalar marqa balamning menda kun qolmaslik uchun. Shu mening nishonim va mening qarshimda farzandlar ota-onadan yaxshi turmush erish kerak. Yaxshi yashash kerak. Bu ilgilash, bu taraqqiyot. Agar bo'lmay qolsa, aqiyinish, mag'lubiyat. Shunga men tirishman, men balamning mendan bakrak yaxshi turmush kechirishga nim qilman. Amman mening qarindoshlarim biz ota-onamizni yaxshi turmush kechirdik. Shunga men faxrlanman. Ularmo jannatda faxrlandi. Ishnima uningga. Burun dashat faxrlanadi. Shunga kan xalqimga ta'kidlaydigan yana bir ishim, shu farzandlarimiz cho'qim bizni nim qilish, yaxshi turmush kechirish kerak. Mana shu bu taraqqiyot. Buning uchun nim qilishimiz kerak. Biz ota-ona bo'lg'uchilar o'zimiz davomli to'liqlab xato ko'z qarash olib qolgan bo'lsak, ba'zi bir iqimlarga oldinib ketgan ota-onalar bo'lsa, ulgurmiz. Diqqatni to'g'ri yaga to'g'ri yo'nalishga o'zgartiraylik. Kichikmaymiz, davomli o'zimizni to'liqlab, yanglab turamiz. Shunga mazmun intayin muhim ekan. Shuni o'tirib qo'ydim. Jiq gaplarni udul deyamidim. Chunki ishib ketmas kerak, biz gap so'zga qatnashsak bo'lmaydi. Jamiyatda so'zlay desam, toza tilaytam, amal yo'q. Unda qilsak bo'lmaydi. Mana oxirida yana davomli so'zlay. Jinsiy munosabat va bexatar bo'shliq kamchil jinsiy munosabatga haddan ziyod ahamiyat berish.
Ba'zi tanqidchilar faxrlik faoliyatining bo'libmi cho'ng parad kechiringlar yoki yig'ilishlarga qatnashganlarning jamiyatdagi ba'zi a'zolarga qulaysizlik va chetga his qilgan usullar bilan jinsiy munosabatni yoki LGBTga kimligini namoyon qilish niyatida ziyod ta'kidlanib o'tirgan. Hey, o'ylanib qolgan sababim ichli bir ish ism kelib qoldi. Uni yaxshi bir mazmun ma'anjiq. Yoki bo'lmasa sizlarmi o'tirib qolsanglar bo'ldi. Mana Amerikadagi jinsiy turmush tarbiyasi bak xato menimcha bo'lsa. Ularga tunjuqdim so'yding deb paqirib ketdi. Yosh tunji abba debchi. Mümkün dadılar diyen yaş balalarga lam ökütüp ketdi onda. Biz muşu öğrengen muşu tarbiya jihatda bularning esil burunqi mazlat bo'lishi mumkin. Mencha bor hamda bizda bor. Hammamiz emas hamda xijil bo'lib tarbiya demaydi. Ammo dadiliq bo'lsa dadil bo'lish kerak. Demakchi o'g'lim bu Amerikaningki tarbiyasida mushu jinsiy jihat tarbiyasida mening afsuslanganim bularning shuncha yosh tunishtirishi. Mushu jinsiy munosabatni bek baldur tunishtirishi intayin nachar. Onunkin qani bo'liqi tunji qitim bek eslga tajriba bo'libdi deb iftixorlab nim qilmay ota-onalar qaniyliqi esl tarbiya masalan bu jinsiy munosabatning shunchaki muhimligini tushuntiradigan tarbiya qani. Onun shunchaki qadrli ishkanligini tushuntiradigan tarbiya qani. Onun intayin alayda ishkanligini tushuntiradigan tarbiyalar qani yo'q Amerikada. Balkim bor qisman ammo umumiy yuzlikda yo'q-ku. Bo'lmasa bunda ahvollar yuz berib ketmaydi. Yosh kichik bolalarning bu almalar bo'lib qilish ahvollarda uniki ota-onalar bak yosh ota-ona bo'lib ketib, bola boshqa shu uqmaydi. Unki cho'nglarga nim qilib ota-onasi boshqalar beqotgan, jamiyat beqotgan, maktab beqotgan. Şuna bizde xijilchilikdan demaymiz, ammo u amdayliqi onundaki mushu diniy jihatdan mushu o'rbadatimiz jihatdan targ'ib qilmaymiz. Xudo shukri. Ammo ular sirtda o'rganilib, nim qilgan boshlarda o'rganilib, bu o'zaro maktablardan bo'lib maktab degan dahshatli uchur markazida u manba har xillar yozuvchilik balash priyat o'rganayotgan maktab bir-biriga to'shib. Ashlardan bo'lib bizdami bormi da ahvollar, ammo agar buni qanday oldinish kerak? Qanday tarbiya, qanday so'zlab qilish kerak? Mencha bo'lsa, meningki shaxsiy ko'z qarashimda, shu jinsiy munosabat degangi tarbiyasida biz ota-onalar cho'qqum. Birinchidan baldur tunishmaslik kerak. So'rab qolsa, ilmiy tunish bildirishimiz kerak. Ortiq uchurlarni qancha kichik bo'lsa, bermasligimiz kerak. Endi ularning yeshi belgilik cho'ng bo'lib, ularga mush to'g'riliq demasak bo'lmaydigan chaqlar kelgancha vaqtimizda uning muhimligini aldirab qilmaslikni, chunki uni muhimligini bildirib, Allohligini bildirib, uni shu zo'ri vaqt kelganchida to'y kelganchida qilish kerakligini o'rgatishimiz kerak, ta'kidlashimiz kerak. Uning shunchalik go'zallikligini, haqiqiy muhabbat bo'lgan vaqtida bo'lgan ashta ilmiy jihatdan, go'zallik jihatdan, qadr qimmati jihatdan tushuntirsak, bu tarbiyalab ketalaymiz. Uni shunchalik isliq foydali taraflardan turib so'zlasak, hargizmi bu Amerikalar tunji qitim bak yaxshi bo'ldi, tajribang bo'ldi, undan bundoq deb qilmasligimiz kerak. Bu mushtaqligi ahmas hayajonlash, tunchiqdim so'ydi, tunchiqdim unda bo'ldi, tunchiqdim unda degandeklar bir muncha yomon oqibatlarni keltirib chiqardi Amerikaning ham dunyoning hamma yerda. Diqqat qilish kerak. Masalan, mana shuda ham bexatar jihatdimi?
Bu mu sözlerden isli bir məsun deb qarayma, Xudoyim vaqtim chiqarmam shu tarbiyasi jihatda, jinsiy tarbiyasi jihatda. Abdi to'g'ri shunlarliqi 40 dan oshgan manchosi mening o'tirib qo'yish huquqim bor. Set gaplarni qilmay ilmiy tushuntirsam to'g'ri tushunasizlar. Chunki atani bo'g'ishlar bu mu xijil bo'lgan ishlar, xijil bo'lgan mazmun, ammo demasak bo'lmaydigan mazmun deb qarayman mencha. Aile dostları ve çoğunlarga yüzlengen boşluq, pəxirlik və iftixar vəqələrini texmu ailəvi qilish bilan LGBTQ+ kimligi və təcrübədən to'liq o'zaro ichiga olgan munozirlar jumladan quramga yetganlarga yuzlangan masalan so'rash madaniyati kindik bilishki bo'ldi bunday gapimni ba'zilar faxrlanishni tozalashni asos iqimdagi jamiyatga yiqishlik qilish uchun LGBTQ+ madaniyat va tarixning muhim amallarini o'chirish kerak deb qaraydi ekan. Aslida boshlamaslik kerak. O'z vaqtida boshlamaslik kerak. Hissiyat va ruhiy sog'lomlik besimi, ko'rish quvvati va besimning kuchayishi ba'zi LGBTQ+ kishilarga bo'libmi shaxsiy hayotida shaxsiy hayotida sirq chiqmagan kishilarga nisbatan mag'rur besim va tashviqning manbasi bo'la oladi. Faxrlik faoliyatlarining ko'rinishligi bo'lib iftixor namoyishi cho'ng, rangdor va doim siyosiy bo'lgan shaharlarda ba'zi kishilarga LGBTQ+ kimligining ma'lum bir xil ifodalanishga moslashish uchun besim his qilaoladi. Bu ularning shaxsiy hissiyoti yoki rohat darajasiga mos kelmasligi mumkin. Bu LGBTQ+ oilasidan rad qilinishi, kamsizlikka duch kelgan va bexatar muhitda turgan kishilar uchun qiyin bir vaqt bo'lishi mumkin. Albatta, oila jihatda shu o'zining iftixori kimlik orqali chetga qilib ketadi. Albatta, masalan, ota-onalar bir qadarligi ma'oshida atalab qolsa aniqla. Ammo chet qaqmaymanligi deymizligi qarshturma. Ba'zi otalar chet qaqilmish sababli, chunki bolalarning nimishqimda tarbiya yaxshi ma'laqdan balları mındaqı mush iqimga kirib qolgan bo'lsa chet qaqidi. Barcha tarbiya qildi Amerikadagilar uni chekdi qaqidi. Yoki musulmonlarni o'xshash chiqardi ko'choqlar. Ata-onalar o'zimizni ko'raylik, tarbiya intayin muhim. Uningki ma oiladan chet qilib ketgandan qanday qilgan gap, jamiyatga o'zim qolgan gap. Texmo iftixor ediki, kishilarga qo'shilib, ashlarni o'zining oilam, mening atrofimdagi kishilar deb mening doim ijtimoiy doiram men tayinlagan kishilar to'pi zanjirim deb qarab shu oila munosabati dahshat bo'linadigan gap, buziladigan gap. Azobli ahvollar. Aile tarbiyasi muhim. Ailedan boshqasi bekor. Yaqin do'stlarimiz mavjud, ammo vaqt kelguncha ular o'zining ailesini tanlaydi, bizni tanlamaydi. Shunga farzandlarga mushuni o'qitishimiz kerak. Meni ashum oldingi maqolamdan bor, mazmundan bor. Farzandlarga nimalarni o'qitishimiz kerak degandik. Mazmunda mush oila tarbiyasi, oila mehr muhabbatni cho'nqur gavlandirib nima qilishimiz kerak. Tarbiyalashimiz kerak. Mening qarshimda, ya'ni mening qarshim ala. Shu bolalarni tarbiyalagan vaqtimizda shu mehr muhabbatni, ishonchni turg'izib, singdirib bolalarga tarbiyalasak, bolalar shu sirtnanligi iqimga asraydi ham mustahkam hatto uchmaydi aniqla. Chunki ular isl tarbiyani ilib ideyada solid emas, qattiq mustahkam bo'lib bo'lgan ideyasi shakl bo'lganligi. Mush illiq mehr muhabbat, g'ayrat, mushaq, g'urur, iftixor g'ururimiz oila ota-onasi bolalarga singdirgan, shakllantirishga yordam bergan o'zini g'urur. Mushlar sababidan bu nachay iqimning ta'siriga uchramaydi. Ammo unda degani shu ota oila munosabatida chatqa qildigan gap ham qaqildi. Unki ba'zi mahalla neighborhood mahallashlik chatqa qilish.
bu chetga chiqadiganki bu kishilar bu yoshlar bu nodon yoshlar chetga chiqadiganki ro'yi jihatdan bisimildan gap shu o'zing ro'yi jihatga sog'lomligini uchun teximamdi mush yo'l qarab mangdan gap ham qarshi qildan gap bildirdan gap Onunki bu təbriləş politiga ziyad əhmiyyət berkidigan gap ular. Saqlanayotgan məsələlərə sal qarash, fəxrləniş qalbini və görünüşünü təbriklədən pərt bolsunmu? Məmnun məsməkə. Fəxrləniş qalbini görünüşünü və təbriklədən qalbini və görünüşünü özünün iftixarlıq görünüşünü cəmiyyətdəki Təbriklədən payt bolsunmu, bəziləri onu bəzi davamlaşatqan aktivlikning ehtiyacından yiroqlashtirdi. Deb o'tirib qo'ydi. Bir oy paraddan o'tish, bir oy iftixorlik paraddan o'tish, yig'ilishlar va shirkatlar qatnashgandan keyin ba'zi tanqidchilar tabriklashning muhim nuqtasining LGBTQ+ huquqi uchun ilib beriladigan muhim kurashlarga ko'lanka qilishni ansiraydi. Masalan, uy makansizlik, sog'lomlik, mulozimga erishish, xizmat o'rnidagi kamsitish va LGBTQ+ kimligini jinoyatlashtirish qatlaq masalalarga siz aktivlikqa muhtoj ba'zida iftixor bayramida yo'qolib ketishi mumkin. Mening bu abzasdan tushunganim shu men ko'rgan 4 yil jarayonidagi Baydenning prezidentligidagi bu 4 yil jarayonida ko'rganlarim ham avjab ketgan bu Bayden shu bir oyni iftixor deb e'lon qilgandan tortib avjab ketgan bu parad bir oylik parad har yili 6 to'rtliqdan bo'ldimi dahshat shu hadda ishib ketgan qipilang'ash allarning shu velosiped minib yag'imisi bir parcha raq bilanla to'sib bedinni yo'llarda o'tib ko'chada o'tayotgan tomosha ko'rayotgan kichik bola bormi yo'qmi kar yo'q shuncha yomon ta'sirlarda berdi shu bolaga yomon iqim yomon uqumlarni berdi shu bolaga shu men qarshi turmanda bu ish tarixiga undan bularga qarshi turgan odamlar bilan bularga iftixorini tabriklayotgan iftixorli kishilar o'tirishga to'qinishlar so'qishlar texmi boshqacha shuni o'yinni ko'rayotgan yosh farzandlarga texmi yomon ta'sirini paydo qildi unga ba'zilar mashta qildik men qilmamdan deb nim qildi undan keyin ba'zilarning yurish turish kiyim kechaklardagi chekvona taraflari chekvonlikni ifodalab turadigan ko'z turadigan qiliqlari gap so'zini tortib alacaq alvasidek kirimlardan Müşan hammasi shu farzandlar beradigan ta'sir intayin shu buni qarshi turgan ota-onalar kishilar bilan bular o'tirishga ixtiloflar jangi jidal majra Onunki bu ba'zilar shu makonsiz qolganlar davlatning shaharlarning ko'ch-ko'y ko'rinishlariga nachar zinnatlarda bular Xris unki men atlab o'tib ketdim chunki bek nurg'unga aslam yerga tinglaqchan gaplarni anglab shunga ba'zi talab desam bo'ladi masalan miyada bir mazmun gap nimishqa ba'zi odamlar bu iqimni qo'llaydi dedi kishilar faxrlanish iftixorlikni qo'llaganda u doim LGBTQ+ huquq barobarlik ko'rishi muhimligini tunib ekan joydan keladi dedi nurg'un kishilarga nisbatan faxrlanish faqat tabriklash emas u tarixda kamsitish zo'ravonlik qonun barobarlikka duch kelgan chetga qilgan kishilarni qo'llashning yo'li ba'zilar faxrlanishni qo'llashdagi bir qism asosiy sabablar garchi ba'zilar uni bema'ni deb qarasimi ba'zilar uni har xil sabablar bilan uni qarshi tursimi yoki LGBTQ+ huquqini tashabbus qilish amiyat bir mazmun kelib qolibdi bo'lsinmi ammo to'g'ri tushundim deb men cho'sa bular degani ham akvallar nacharlashib
zor alqi namoyishlar zo'ravonlikqa aylanib bulan talanglar aylanib urushlar bo'lib alqi qanliq bo'lib ketgan chog'da huquqlari ta'sir etkazib alqi mush ba'zi kishilar Allohga neymiz hisslaşını bildirib qo'llaylanlar bor ekan. Chunki ular haqiqatan kamsib kuchtirdi o'zining shu xato tanlashlardan jamiyatni kamsib kuchtirdi, zo'ravonlik kuchtirdi. Shu an ba'zi kishilar mush jihatdan hamda ularning yashash huquq jihatdan arxa huquqlar jihatdan hamda ularga chatqi qildi degan chatqi qilgan kishilarni shu qo'llaydi-da hamda mush jihatdan hisslaşlik jihatdan. Miyada LGBTQ+ huquqini tashabbus qilish barobarlik va kishilik huquqi. Nurg'un kishilar iftixorlikni qo'llaydi, chunki u barobar va huquqiy va insoniy izzat hurmat ko'rishning simvolidir. Ashadin deb turayli, ammo uning ta'siri nachar bo'lib qolsa, qo'llovchilar hamon iftixorni o'xshash jinslarni to'y qilishni qonunlashtirish, kamsitishni qo'g'dash va jinsni o'zgartirishlarning saqlanib qolish huquqi qatorliqlarni qonunlarni o'zgarishini tashabbus qiladigan muhim sifat deb qaraydi. Faxrlashini LGBTQ+ kishilar duch kelayotgan xizmatlarga turalg'u yoki saqliqni saqlash qatorliq kamsitishlarga duch kelayotgan kurashlarga diqqat qilishda yordam berdi dedi. Qonuniy qo'g'dash uchun kurash qilish. Nurg'un joylarda LGBTQ+ kishilar yanada o'z munosabatini qonuniy e'tirof qilish, jinsni e'tirof qilish, saqliq saqlash va o'chmanlik jinoyatidan qo'g'dash qatorliq huquqlar uchun kurash qiladi. İftixor iyi damlashgan mezgillarda kuchlik askar rolini o'ynaydi. Kishilarning qonun turg'izishini ilgari surish ilhomlantirdi. Ular o'zining har xil kamchiliklarga uchrab ketganchada, uning hatto ziyonkashlikka uchraganchada ba'zi kishilar oshirtirgan hamda qarshi turman deb uchrab ketganchada to'g'rishimiz. Chunki ularning ularning huquqi borda. Lekin hamda mening demoqchi bo'lgan men nima ish qilishtirman deganchada men yana bir taklif qo'yam degan bo'lsam deb bo'lgan bo'lsam burun men boshqalarning mushta iftixorlik iqimiga kirmamdu karim yo'q, qat'iy karim yo'q. Ham mening huquqim yo'q ularning ishiga oshirgan. Mening hamda qilishtirishim sabab o'zining ashta nachar xato ko'z qarashlari mening qarashimda nachar xato tanlashlari ko'z qarashlar boshqaga yaymang. Yeyib dahshat kang yeyib mening farzandimga mening farzandimning huquqi, mening ota-ona huquqim, mening shaxsiy huquqim daxl tarz qilgan vaqtda qilganligi uchun men qarshi turaman. Endi chunki biz kimligimizni qo'llayapmiz degan vaqtlarda buning uchun bir munchalik ideya vaqt naslar ketadi, tayyorlik ketadi, mushta nimalar ketadi. Biz mushta ahmoqlar bilan bo'layotgan vaqtimizda qanday kimligimizni saqlay olamiz? Ideyimiz boshqaga burilib ketayotganda qanday mushta uyg'unlikni saqlay olamiz? Shu men qarshida. Undan keyin bay degandek bular bek kamsib uchrab ketdi deb ko'chaga yop qipilang'i chiqib olsa, agar mening bolam ko'rib qolsa, men chiqib deyman, men chiqim Mağış adamlarning ota-onalarni kamsitishga uchraysa, menimni kamsitish deb ba'zi hamda xalqimizning qarshiga uchrab ketmay, men kamsitmayman odat odamlarni. Ammo mening fikr qilish huquqim bor. Mening bolamning oldida qipilang'i chiqsa, u yerda mening gapim chiqadi. Uni kamsitish deb olmay, men qarshilik bildirman. Bu mening mushu bir qarshtirishimdagi bir mazmun sababim shu. U yalang'ochlikni uyingda qil. Ko'chaga chiqma. U Xudoim saqsin bolam bargis ko'rib qolmasin, men ishqa bak diqqat qilma. Baralik aprib qolsam, masalan, molla aprib qolsam, men turgan yer yo'q, Xudoim shukri. Endi lekin bolam cho'ng'ildi, bolamning ideyasini yaxshi tarbiyalab asonlikcha bunday narsalarni ko'rsatmay tazada bir ko'rib so'rab o'pib qolsa keyinga to'g'ri tushuntirib cho'qim diqqat qilib tarbiyalasam ham to'g'ri ideyani kuchli to'g'ri bo'lgan muqim bo'lgan ideyani bolam turg'azmasam men ular tatib qolsam Xudoim saqsin
Şu an balamızning ideyasini biz kichikdan boshlab to'g'ri ravrus to'g'ri yo'lda to'g'ri ideyani nim qilib shakllantirmasak kim iludi baldır kim keyin iludi uqmaymiz. Balamiz bizdan keyin qolsa kuchli ideyasi bilan biz shu ularga so'ndirgan kuchli ideya bilan tushuntirdi endi davomliq. Demakchi o'g'lim, menga o'xshash ota-onalar albatta qarshiqidan ular buni o'zini ko'may, "Oy men yalang'och chiqib qotma, asli o'zim bilda tuzi kiyim kiyib chiqay." To'g'ri yalang'och bo'lish huquqim bor, ammo unda chiqib olsam bo'lmaydi. Bu haqiqat yomon ta'sir bermay, kichik bola haqning fazilatlariga yomon ta'sir qilib, men ularga bundan qarshi uchrashim mumkin. Ularning huquqiga ta'sir qildim deganni o'ylamaydi. O'ylamaylam. Xalqini qilib yalang'och chiqib olsa, ota-onalarga qilsa, meni kamsitdi deb. Ya, haqiqatan yalang'och bo'lish huquqim bor, ammo mening bolamning oldida yalang'och bo'lish huquqim yo'q. Onunki medianı canlar. İş qilmashda canlar bo'pti. Onunki buni o'qimay bakchiqga sizlarmi vaqtdan zerikib ketdinglar. Nimish qarshi turdi deganni men shu so'zlash jarayonida o'chirtay bo'ldi. So'zlash jarayonida sizlar anglanglar, nimish qarshi turmaganini mendan anglagan bo'ldinglarmi? Bir satni eshitdim ammo azda to'xtay. Yagimiz keligi yangi mazmun bu 3-chi mazmun qilib ishlashi mumkin, chunki ta'kidlangan nurg'un ishlar bor. Endi asonlik qilib bu gaplarni o'tirib qo'yimdim. Bizning shu kimligimizni chet tili kimligimizni saqlab qolish jarayonida bu intayin deyishdi, o'tirib qo'yish tegishli mazmun deb qarab, shuni o'tirib qo'ydim. Shu menim to'g'rishinglar. Sizlarni davomliq tamoman o'zingizlarning ko'z qarshilarini o'tirib qo'ysanglar bo'ldi. Meni ağız kelgan julibdi deb tanqid etmay. To'g'ri ilmiy asosda o'zaro fikrlasak tamoman bo'ladi. Undan keyin yana bir gap mushtaqligi hatto shu ba'zi LGBTQ+ kishilarning hammasi iftixorlik iqimdagi kishilarning hammasi askar demayman men hargiz. Askadamningmi yaxshi qilmishlar bo'ldi, yaxshi adamlarning as qilmishlari bo'ldi. Bu dunyoda yarxlar yozsa, odamning yarxlar yozsa. Milliard odamning milliard qiliq axloqiy qiliqlari xarakterlari bo'ldi. Ham demakchi o'g'lim shu LGBTQ+ kishilardagi to'g'ri yerilik o'zi ashunda, ammo ma'vuliqi askishlarni qilayotgan odamlar bilan odamlarga qarshi turgan odamlar shu iftixor ediki odamlarmi ikkiga bo'lindi, hozir ikki qutb bo'lindi. Ba'zilari men iftixorlik iqimidagi odam, ammo ma ishlarga qarshi turman deydiganlarmi chiqadi. Bu yaxshi ish hamda chunki haddan oshgan qiliqlari bilan jamiyatga najor ta'sir berayotgan odamlar badam ishlarga qarshi turmiz. Shu o'zi iqimdagi odamlar qarshi turdi. Masalan, shu o'xshash ba'zi LGBTQ+ o'quvchi kishilarning qiblanch chiqishiga qarshi turgan iqimdagi ishlar bor, o'xshash iqimdagi ishlar bor. Gap so'zlarga qarshi turgan o'xshash ishlar bor. Unga shu jins o'zgartirishning shu narsada kichik bolalarga fiziologiya jihatdan, ma'naviy jihatdan, jismoniy ma'naviy jihatdan berayotgan shunda yomon ta'sirlarga qarshi turayotgan o'xshash iqimda bo'lsa-mu, ammo qarshi turayotgan odamlarmi bor. Hatto ularning shu ichida demakchi o'g'lim shu ular shu iftixor ediki kishilarmi, iftixorlik iqimidagi kishilarmi ikkiga bo'lingan ba'zi ishlarda. Bu bir cho'ng mazmun kengday amdi qisirib qo'ygan ba'zi bir ish esimga kelib qoldi. Bao Trump tutgandan keyin shu Bill Gates Obamalarga qo'llaydigan LGBTQ kishilar kichik bolalarga ziyonkashlik jinsiy o'zgarishni qo'llab ota-onalarning ruxsiz qildirgan ba'zi bolalar borki shularning rekordini hozirlar yoshiribdi, tiqibdi birga oshkorlamay. Yoshib ketibdi, chunki ular ba'zi bolalarni shu ideyasini qaymoqtirib, ba'zi kichik bolalar kichikdilar shu men o'g'il bo'g'im batdi, qiz bo'g'im batdi deb o'g'illarning shu jinsiy jihatdan qilganlik ta'sirlari operatsiya
Ashta ishlarning iliqi deymiz. Diagnoz rigotori ta'sirlari ashlarning promotsiyasini yo'shiribdi demoqchiman demdi. Ha bo'ldi men bu ikkinchi mazmunda mushuncha so'zlar bir soat eshitibdi sizlarmi yerib ketinglar anglab. Ammo bu ko'z yumsaq bo'lmaydigan, quloqni itib olsaq bo'lmaydigan intayin muhim mazmun iliqi ta'siri cho'ng muhim mazmunlarning biri. Şuna çoxum oturup qo'yaydim. Gaplarim ishib ketgan bo'lsa, to'g'ri tushuninglar. Menga deydigan fikringlar bo'lsa, oturup qo'ysanglar bo'ldi. Loqloq gapni oturup qo'yib ilmiy suhbatlasak bo'ldi. U ayrim uchur qilib bugun gram qilibsiz, tunugin qilmabsiz, Alloh so'xsha qilibsiz deb taqotuq gapni menga kerak yo'q, iliqi. Menga lozim emas. Endi men 20 yoshga emas, men bo'ldi 40 yosh chiroy. Ba'zi grim qilmasam appa qoldi ekanman. Ba'zi grim qilmay aldirashlar chiqib qolma. Lekin men unda grim o'chib ketmayman, amal yo'q. Endi bek chiroyli ko'rinib ketmasam to'g'ri tushuninglar. Chunki bu 40 yoshli bir onaning chiroyi 20 yoshli chiroy emas. Shu u gaplarni deb qo'yishim sabab shu ba'zilar ekaslashib qoldi, shuni deb qo'ydim. Diqqatimizni ahmoqlarga chashmayli. Muqim ishlarni asqatilgan ma'naviy jihatdan neymiz foydali bo'lgan oziq beradigan ishlarga bag'ishlayli. Mumkin ilmiy agar men gapsiz jihatdan shu abay degandek jinsiy tarbiyasini to'g'ri olib qoldim. Mush jihatdagi gaplarim xato ketgan bo'lsa, ish ketgan bo'lsa to'g'ri tushuninglar. Ilmiy jihatdan ma'lum qilinglar. Men ish ketdi deb qarmayman. Chunki bu oila tarbiyasi, ota-ona tarbiyasi degan cho'ng mazmun va ixtihol degan cho'ng mazmun, yana so'zlar jiq mazmunlar bor. Yana jiq deyishim mumkin. Ammo mening maydonim aniq. Iliqi ota-onalik huquqida cho'ng turma, reallikda cho'ng turma, haqiqatda cho'ng turma, haqiqatda uningki ma sog'lom yemaklikda cho'ng turma. Sizlarning o'zlarini tushuntirishliqi prinsiplar ba mening prinsipim shu. Uningkin shuliqi erkinlikda tushuntirma, ammo to'g'ri bo'lgan erkinlikda tushuntirma. Hadni ish ketgan erkinlikni men qo'llayman. Bu damsa keyingi mazmunni ko'rishaylik. Men kitoblarimni bu bir usulg'andi. Bu fursat ko'zni iliqi ketkis qo'ysak bo'lmaydi. Kitoblarimni Amazonda bor, kitobda Gulis Daryo deb izsanglar Amazondan 5 kitobim chiqdi. Yangi kitoblarni davom etiraman. Men bu kanallarim YouTube kanalimda Gulis Media deb izsanglar, meni YouTube kanalimga ergashib qo'yinglar. Undan keyin Habib Baylangul yana bir iliqi balla qilgan atab yasayotgan iliqi YouTube kanalimni texim yaxshilayman. Men yangi ismlarni qo'yib yangi mazmun qilib cho'qim yaxshilayman. Davom ishlayman. Onun ki ma Facebook, Instagram'a boz qat'aliqi agishib mazmunlarni nim qilib qo'llab qo'yasizlar xizmatimni. Onun ki ma gulis.co degan tordo'kim kirib maqsad lazim bo'lsa aytsanlar bo'ldi. Ma chiroq miyada bakam man ko'z qo'y. Ma Uyg'ur deb bizning mishda men layligan shu narsa chiroqga bu ko'z qo'yman hamda kompyuterning videoni almashtirib tursam bo'ladimi? Yomdami. Ham chiroqlar bor. Bu zaman situatsiyalar sitilishlarni qarshilamam. Shu uyga zinnat bo'ldi, kasri chiroq yondi. Uxlashda kichik chiroqni o'rnida man ishlasak bo'ldi. Degandekchi. Gulisdakodan liqi meni laylarim onkin turmush mahsulotlari bekba mush antilimizni dunyoga ko'ransin. Shu udugunimizni ziyorat qilsanglar bo'ldi. Bu damsa gapning qisqasi bir-birimizni qo'llaylik, bunisi qo'llaydigan odam yo'q. Keyingi mazmunni ko'rishaylik. Chin turaylik, salomat bo'laylik, bexatarlik birinchi. Allohga omonat.